Assalamu alaykum Farabi Tor dershanəsinin hörmətli görürmənləri, imiş vaxtınla xeyirlik olsun. Bugün hazırki zaman Uyğur dili dərsimizin 30-cu dərsini ötümüz. 30-cu dərsimiz isim söz türkümü təbəb olğan isimlərinin keliş kategorisinin 2-ci bölümü. Biz ötən saatlik dərsimizdə isimlərinin keliş kategorisindən baş geliş, igilik geliş və düşüm gelişini görüb çıxardıq. Bu saatlik dərsimizdə bolsa yöneliş geliş, çıxış geliş və orun gelişini görüb çıxımız. Dersimiz başlaştığından burun ötken saatlik dersimizin ahır sorup ötken tövendeki iki sualımızga cevap verip ötümüz. Birinci, Uyghur tilli kısımlarının kancı xil keliş şekli var, ula qaysılar? Bunun cevabı, Uyghur tilli kısımlarının keliş şekli baş geliş, egilik geliş, düşüm geliş, yöneliş geliş, orun geliş, çıkış geliş, orun belgi geliş, çek geliş, okşatma geliş ve tanlaştırma gelişine ibaret 10 xilga bölündü. İkinci sualımız egilik gelişinin qo'shimchisi nima? Egilik gelişli kısımlar cümlede qaysi vaziyette keldi degan savol ekan. Bunun cevabı egilik gelişinin qo'shimchisining va egilik gelişli kısımlar cümlede asosan aniqlovchi vaziyette keldi ve bundan başka xabar vaziyetidan keldi. Endi bugungi darsimizga boshlasak, eng avval yo'nalish kelishini ko'rib chiqamiz. Undaqda yo'nalish kelishining ma'nosi nima? Yo'nalish kelish shaklidagi ismlar umuman fe'l yoki fe'l birikmalariga beqinib holat bo'lib keladi. Yo'nalish kelishining qo'shimchasi bo'lsa g'a, qa, ga, ka degandek 4 qo'shimcha va biz buni latin harfi bilan ga shaklida cho'ng harf bilan ifodalaymiz. Endi yo'nalish kelishning ishlatilishini ko'rib chiqsak, yo'nalish kelish shaklidagi ismlar fe'l yoki fe'l birikmalariga beqinib holat bo'lib kelganda o'zi beqingan fe'l yoki fe'l birikmasining xarakteriga qarab tuvandikdek ma'nolarni bildirdi. Birinchi harakatning nishoni bildirdi. Buningga misol olsak, biz İstanbul'a keldik. Yani bu yerdeki hareketning nishoni İstanbul, yani İstanbul'a keldik. O'quvchilar maydonga to'plandi. Qayerga to'plandi? Maydonga, ya'ni harakatning nishoni maydon bo'lganligi uchun bu yerdagi yo'nalish kelish qo'shimchasi maydon degan ismga qo'shilgan va harakatning nishoni bildirib kelgan. O'qituvchi sinfga kirdi, ya'ni harakatning nishoni sinf, ya'ni sinfga kirdi. Kitapni üstelge koyup koydum. Yani bu yerdeki hareketinin nişanı, yani koyup koyuş degan hareketinin nişanı üstel bo'lganligi uchun bu yerdeki yo'nalish kelish qo'shimchasi üstel degan ism qo'shilgan. Chelakka suv jiqlab qo'ying, bu yerdeki hareketinin nişanı, yani suv jiqlab qo'yishning nishoni chelak bo'lganligi uchun bu yerdeki yo'nalish kelish qo'shimchasi o'xshashla chelak degan ism qo'shilgan. İkinci, bazı ötümsüz fiiller ifadeleyen hareketinin obyektini bildirdi. Bu yerdeki ötümsüz fiil ve ötümlük fiil degan vaqtimizda har qanday şey bilan, ya'ni isim bilan birikib kelaydigan fiillar bo'lsa, ötümlük fiil ve birikib kelanmaydigan bo'lsa, ötümsüz fiillar bo'ladi. Buni biz fiil so'z turkumiga kelgan vaqtimizda tafsiliy tushuntiramiz. Bazı ötümsüz fiiller ifadeleyen hareketinin obyektini bildirdi. Masalan, biz evlatlarımızga işinişimiz gerek, bu yerdeki işinişimiz gerek degan fiil, ötümsüz fiil ve muş hareketning, yani işinişning obyekti evlatlarımız bo'lganligi uchun bu yerdeki yo'nalish kelish qo'shimchasi o'xshashla evlatlarımız degan ismga qo'shilib kelgan. O muzikaga bek qiziqidi. Bu yerdeki ötümsüz fiil qiziqidi ve bu yerdeki hareketning obyekti muzika bo'lg'ashqa, ya'ni qiziqishning obyekti muzika bo'lg'ashqa yo'nalish kelish qo'shimchasi o'xshashla muzika degan ism qo'shilgan. U bolasiga ochiqladi. Bu yerdagi o'timsiz fe'l ochiqladi va mushu harakatning, ya'ni ochiqlashning obyekti bolasi bo'lganligi uchun bu yerdagi yo'nalish kelish qo'shimchasi o'xshashla bolasi degan ismga qo'shilgan. Uchinchi, o'timlik fe'ldan yasalgan majburiy daraja shaklidagi fe'llarning logikalik egisini bildirdi. Masalan, biz muallimga hikoya aytqizdik. Bu yerdeki ötümlük fiil aytqizdik, yani nimani aytqizdik? Hikoya aytqizdik. Bu yerdeki aytqizdik degan ötümlük fiil hikoya degan bir şey bilan, ya'ni hikoya degan ism bilan birikib kelalganligi uchun buni biz ötümlük fiil deymiz. Bu yerdeki aytqizdik degan fiil, buni biz fe'l so'z turkumiga kelgan vaqtda texmi tafsiliy so'zlaymiz. Bu majburiy daraja shaklidagi fe'l va mush fe'lning logikalik egisi muallim. Ama bu cümlenin asli egisi bu yerdeki biz, yani biz aytqizdik. Nimani aytqizdik? Hikoyani aytqizdik. Kimga? Muallimga. Bu yerdeki yo'nalish kelish qo'shimchasi qo'shilgan muallim degan ism bu cümlenin logikalik egisi, ama biz bu sharoitda
Bu cümlenin egisini biz dep qaraymiz, yani biz aytqızdık. Bu kasalni doktorga yaxshi tekshirtib beqing, bu yerdagi o'timlik bel tekshirtib beqing va buning bilan birikib kelgan şey bo'lsa kasal, ya'ni kasalni tekshirtib beqing va bu cümlenin logikalik egisi yo'nalish kelish qo'shimchasi kelgan doktorga degan ism. Bugun muallim o'quvchilarga maqola yozg'izdi, ya'ni bu yerdagi yozg'izdi degan o'timlik bel majburiy darajada kelgan va bu cümlenin logikalik egisi o'quvchilarga, ammo bu cümlenin asli egisi muallim, ya'ni muallim yozg'izdi. Nimani yozg'izdi? Maqol yozg'izdi. Bu yerdagi bel har qanday shay bilan berkib kelgan vaqtda o'timlik bel bo'ldi degandik. Va yozg'izdi degan fe'l maqola degan shay bilan birikib keladiganligi uchun bu o'timlik fe'l hisoblanadi. To'rtinchi, harakatning maqsadini bildirdi. Bu chog'da yo'nalish kelishlik ism o'zi bilan munosabatlik bir harakatni o'z ichiga oladi. Masalan, o'quvchilar darsga mangdi desak, bu yerdagi harakatning maqsadi, ya'ni mengishning maqsadi darsga, ya'ni dars o'qishga mengish. Men doktorga boraman, ya'ni bu yerdagi berishning maqsadi doktorga, ya'ni doktorga ko'rinish bo'lganligi uchun bu yerdagi yo'nalish kelishlik ism o'zi bilan munosabatli bo'lgan bir harakatni o'z ichiga oladi, ya'ni berishdan iborat bir maqsadni o'z ichiga oladi. U suvga chiqib ketdi, bu yerdagi chiqib ketdi degan harakatning maqsadi suvga, ya'ni suv ilishga chiqib ketdi. Ular tamaq o'ltirdi. Bu yerdagi harakatning, ya'ni o'ltirishning maqsadi tamaq, ya'ni tamaq yeyish bo'lganligi uchun bu yerdagi yo'nalish kelishlik ism o'zi bilan munosabatli bo'lgan bir harakatni ifodalab kelgan. 5. Ba'zi harakatlarning vositasi yoki bedelini bildirdi. Masalan, atrof gullarga purkandi, ya'ni bu yerdagi harakat purkinish, ya'ni nimaga purkinish, bu yerdagi harakatning, ya'ni purkinishdan iborat bir harakatning vositasi nima deganda gül, ya'ni gullarga purkandi. Itizlar suvi qandi, ya'ni qinishdan iborat bo'lgan shu harakatning vositasi suv bo'lganligi uchun shu yo'nalish kelishdi kelgan ism mush jumlada harakatlarning vositasini bildirib keladi. Bu lug'atni $12 oldim. Bu yerdagi harakat elish va mush harakatning bedeli bo'lsa $12 bo'lganligi uchun va bu yerdagi yo'nalish kelishdi kelgan ism dollarga degan ism, ya'ni mush jumlada harakatlarning bedelini bildirib kelgan. Endi ismning kelish kategoriyasidan o'rin kelishni ko'rib chiqamiz. O'rin kelishning ma'nosi, o'rin kelish shaklidagi ismlar asosan, ya'ni ko'p ahvolda fe'llarga beqinib, ba'zi bo'lsa, ya'ni oz ahvolda sifatlarga beqinib holat bo'lib keladi, ba'zida xabar bo'lib keladi. O'rin kelishning qo'shimchasi bo'lsa da, da, ta, da. Buni biz latin harfi bilan da shaklida cho'ng harf bilan ifodalaymiz. O'rin kelishning ishlatilishi tuvandikicha. O'rin kelishda kelgan ismlar fe'llarga beqinib holat bo'lib kelganda tuvandiki ma'nolarni ifodalaydi. Birinchi, harakatning barliq kelish o'rnini bildirdi. Masalan, bugun maktabda cho'ng yig'in o'tkazildi. Bu yerdagi harakat yig'in o'tkazildi, ya'ni o'tkazilish, ya'ni buning barliq kelish o'rni, ya'ni harakatning barliq kelish o'rni maktab bo'lganligi uchun bu yerdagi o'rin kelishda kelgan ism bo'lgan maktabda shu harakatning barliq kelish o'rnini bildirgan. Yig'inda men so'zildim. Bu yerdagi so'zildimdan iborat harakatning barliq kelish o'rni yig'inda, ya'ni yig'inda so'zildim. Ahmad sinfda dars takrorlayotdi, ya'ni bu yerdagi harakat takrorlayotdi va shu harakatning barliq kelish o'rni sinf bo'lganligi uchun bu yerdagi o'rin kelishda kelgan ism mush jumlada harakatning barliq kelish o'rnini bildirgan. Ko'p sonli hayvonlar o'rmonda yashaydi, ya'ni yashashdan iborat harakatning barliq kelish o'rnini bildirib kelgan. Ikkinchi, o'rin kelishda kelgan ismlar harakatning barliq kelish yoki davomlashish vaqtini bildirdi. Masalan, yig'in kechda ichildi, ya'ni bu yerdagi harakat ichilish, ya'ni yig'in ichilish, buning barliq kelish vaqti bo'lsa kech. Ular tushda keladi, bu yerdagi harakat bo'lsa kelish va buning barliq kelish vaqti bo'lsa tush vaqti. Men u yerga kuzda boraman. Bu yerdagi harakat berish va mush harakatning barliq kelish vaqti bo'lsa kuzda, ya'ni kuz vaqti. Bu xizmat 2 kunda tugaydi, ya'ni bu yerdagi harakat tugash, ya'ni xizmatning tugishi va bu harakatning davomlash vaqti bo'lsa 2 kunda, ya'ni kunda. 3. O'rin kelishda kelgan ismlar harakat barliq kelgan sharoit va kayfiyatni bildirdi. Masalan,
Söhbət qızğın və dostane keyfiyyət ötdü. Bu yerdəki hərəkət bolsa ötdü və bu yerdəki keyfiyyət bolsa dostane keyfiyyət. O qiyin əhvalda qaldı. Yəni bu cümlədəki hərəkət qaldı və bu yerdəki keyfiyyət bolsa qiyin əhval, yəni əhvalda qaldı. Ballar issiqda bək qiynaldı. Bu yerdəki hərəkət qiynaldı və müş hərəkətnin barlıq kelgan şəraiti bolsa issiqda barlıq kelgan. Tötінші, orun kelişdə kelgan ismlar hərəkətnin vasitəsini bildirdi. Məsələn, cədvəl öşməydiğən qələmdə toldurulsun və bu cümledeki hərəkət bolsa toldurulsun və muş hərəkətnin vasitəsi bolsa orun keliş qoşumçusu qoşulğan isim qələmdə. Ular aeroplanda keldi. Bu yerdəki hərəkət bolsa keldi və muş hərəkətnin vasitəsi bolsa aeroplanda. Apam bilan telefonda görüşdük. Bu yerdəki hərəkət bolsa görüşdük. Bu şirketin vasıtası bolsa telefonda, yani telefonda görüşüş. 5-ci, sifət gibi qınıb halət bolup gelgen orun kelişdiki isimler orun yoki dairəni bildirdi. Məsələn, bugün məktəbdə kino yox. Yəni bu yerdəki məktəbdə degan orun kelişdiki kelgan isim, müş yerdəki orunnu bildirgen və müş cümlədə halət vəzifəsi kelgan. Ahmet tərcümədə yaxşı və bu yerdəki orun kelişdə kelgan isim tərcümədə yaxşı degan sifət gibi qınıb halət vəzifəsi kelgan. O ögünüşdə qiyinçilik var oxuşlarga yordam qiladi və bu yerdəki orun kelişdə kelgan isim ögünüşdə oxşashlar sifət gibi qınıb halət bo'lib kelgan. 6-cı, xəbər bo'lib kelgan orun kelişdiki isimlar egining o'rnini yoki manbasini bildirdi. Məsələn, kitob jo'zida bu cümlədə jo'zida degan orun kelişdə kelgan isim egining yani kitapның o'rnini bildirib xabar vazifasi kelgan. Sening lug'ating Ahmadda o'xshashlar bu yerdagi o'rin kelishda kelgan ism xabar vazifasi kelgan va egining o'rnini bildirib kelgan, ya'ni lug'atning nech ekanligini bildirib kelgan. O'zim har joydaman, ko'nglim sendadir. O'xshashlar bu jumladagi xabar sendadir, ya'ni senda o'rin kelishda kelgan ism bo'lgan. Senda bu jumlada xabar vazifasi kelgan va egining o'rnini, ya'ni ko'ngilning qayerda ekanligini, ya'ni egining o'rnini bildirib kelgan. Ish o'mlikda, kuch birlikda degan bu jumladagi o'rin kelishda kelgan ism o'mlikda va birlikda degan o'xshashlar xabar vazifasi kelgan va egining o'rnini bildirib kelgan. Endi ismning kelish kategoriyasidan chiqish kelishini ko'rib chiqamiz. Chiqish kelishning ma'nosi chiqish kelish shaklidagi ismlar asosan fe'llarga, ya'ni asos jihatdan ko'p ahvolda fe'llarga ba'zan yani intayin az bo'lgan ahvolda bir qism sifat va ravishlarga beqinib holat bo'lib keladi. Ba'zida xabar vazifasi keladi. Chiqish kelishning qo'shimchasi din, tin va biz buni latin harfi bilan din shaklida ifodalaymiz. Chiqish kelishda kelgan ismlarning ishlatilishi tuvandikicha bo'ladi. Chiqish kelish shaklidagi ismlar fe'lga beqinib holat bo'lib kelganda tuvandiki ma'nolarni bildirdi. Birinchi, harakatning egisining yoki harakatni qabul qilguvchi shayning ayrilish o'rnini yoki besib o'tish obyektini bildirdi. Masalan, bu kitobni kutubxonadan oldim va bu jumladagi harakat oldim va kitobning ayrilish o'rni bo'lsa kutubxona bo'lganligi uchun bu yerdagi chiqish kelishda kelgan ism bo'lsa kutubxonadan. Cho'ng eshikdan kiring, bu jumladagi harakat bo'lsa kiring va bu jumlaning ya'ni harakatning egisi bo'lsa siz, ya'ni yoshirin kelgan va bu yerdagi chiqish kelishda kelgan ism bo'lgan eshikdan mushu harakatning egisining besib o'tish obyektini bildirib kelgan. Poyezd ikkinchi tunneldan o'tdi. Bu jumladagi harakat bo'lsa o'tdi va mush o'tdi degan harakatning egisi bo'lsa poyezd va mush poyezdning besib o'tish obyektini bildirib kelgan bo'lsa tunneldan iborat chiqish kelishda kelgan ism. İkinci, chiqish kelishda kelgan ismlar harakat egisi ruhiy jihatdan yiroqlashadigan shaylarni bildirdi. Masalan, shundoq qilib cho'ng bir g'amdan qutuldim, ya'ni bu yerdagi harakat qutuldim va harakatning egisi bo'lsa man bo'ladi va mushadagi harakatning egisining ruhiy jihatdan yiroqlashadigan shay bo'lsa g'am bo'ldi va mush chiqish kelishda kelgan ism bo'lsa harakatning egisining ruhiy jihatdan yiroqlashadigan shayni bildirib kelgan. Aksiyatchilar xalqdan qo'rqidi. Bu yerdagi harakat qo'rqidi. Harakatning egisi bo'lsa aksiyatchilar va mush ruhiy jihatdan yiroqlashadigan shay bo'lsa xalq va chiqish kelishda kelgan ism bo'lgan xalqdan mushu harakatning egisining ruhiy jihatdan yiroqlashadigan shayni bildirib kelgan. U bu xiyoldan voz kechdi. Bu yerdagi harakat bo'lsa voz kechdi va mushu harakatning egisi bo'lsa u
və müşərəkətlə egisi bolğan onun ruhi cəhətdən yiraqlaşdırğan şeyi bolsa, çıxış kelişdiki gələn isim bolğan xiyaldan. Üçüncü, çıxış kelişdiki gələn isimlər hərəkətin mənbəsini bildirdi. Məsələn, sizin sözünüzdən ilhamlandım. Bu cümledeki hərəkət bolsa ilhamlandım və müş ilhamlanışның mənbəsi sözünüzdən yoki sizin sözünüzdən. O yaqında qatnaşqan klubdan nəhayət razı boldu. Bu yerdəki hərəkət bolsa razı boldu və razı boluşdan, yəni hərəkətin mənbəsi bolsa şu klub boludu. Yəni çıxış kelişdiki gələn isim bolğan klubdan. Dördüncü, çıxış kelişdiki gələn isimlər hərəkət bilan münasibətlik çəkinin başlanış nöqtəsini bildirdi. Məsələn, bizning uyning yerləri mush etizdən başlandı. Yəni bu yerdəki hərəkət başlandı və mush hərəkət bilan münasibətlik bolğan çekinin başlanış nöqtəsi, yəni muş etiz, yəni çıxış kelişdiki gələn isim bolğan etizdən 10-cu bətdən 12-ci bətgacha oqun. Bu yerdəki hərəkət oqun və şu hərəkət bilan münasibətlik çek bolsa 10-cu bətdən, yəni bətdən. 5-ci çıxış kelişdiki gələn isimlər hərəkət egisinin yoki hərəkətni qəbul qılğıcı şeyinin materialını yoki tərkibini bildirdi. Məsələn, bu orunduq bambukdan toqulğan, bu yerdəki hərəkət bolsa toqulğan və şu hərəkətnin egisi bolsa orunduq və bu yerdəki çıxış kelişdiki gələn isim bambukdan şu hərəkət egisinin materialını bildirgan. Oquvchilardan bir ömək təşkil qılındı. Bu cümledəki hərəkət bolsa təşkillanıdı və şu hərəkətnin egisi bolsa ömək və şu öməknin tərkibi, yəni oquvchilardan tərkib tapqan. Yəni bu cümledeki çıxış kelişdiki gələn isim hərəkət egisinin tərkibini bildirib gələn. 6-cı çıxış kelişdiki gələn isimlər biri yoki bir qismi hərəkət bilan münasibətlik bolğan umumiyyətni bildirdi. Məsələn, nemunculardan Əhməd sözüldü, yəni bu cümledeki hərəkət bolsa sözüldü və bu cümledeki hərəkət bilan münasibətlik bolğan umumiyyət, yəni umumiyyətnin bir qismini bildirgan. Bu yığında bizning maktabdan 3 vekil qatnışıdı. Bu cümledeki hərəkət bolsa qatnışıdı və bu hərəkət bilan münasibətlik bolğan umumiyyət maktabdan, yəni çıxış kelişdiki gələn isim bolğan maktabdan. Farsça, türkçe lüğətdən birini aldım, yəni bu cümledeki hərəkət bolsa aldım və bu hərəkət bilan münasibətlik bolğan umumiyyət bolsa çıxış keliş şəklində gələn isim bolğan lüğətdən degan söz. 7-ci, çıxış kelişdiki gələn isimlər hərəkət məzmun qılğan sahəni bildirdi. Məsələn, o bizə tarixdən dərs berdi. Yəni bu cümledəki hərəkət bolsa dərs beriş və hərəkətnin məzmun qılğan sahəsi bolsa çıxış keliş şəklində gələn isim bolğan tarixdən. O xalqara vəziyyətdən sözləb berdi. Oxşashla bu cümlənin hərəkəti sözləb berdi və hərəkətnin məzmun qılğan sahəsi bolsa, yəni xalqara vəziyyətdən bolğan çıxış keliş şəklində gələn isim bolğan vəziyyətdən. Ətə qrammatikadan imtahan berimiz. Bu cümledəki hərəkət bolsa imtahan berimiz və hərəkətnin məzmunu bolsa qrammatikadan imtahan berimiz. 8-ci, çıxış kelişdiki gələn isimlər hərəkətnin səbəbini bildirdi. Məsələn, o xoşallıqdan nima qilishni bilmay qaldı. Bu yerdəki, yəni bu cümledəki hərəkət bolsa bilmay qaldı. Yəni şu bilmay qilishning səbəb bolsa xoşallıqdan, yəni çıxış kelişdiki gələn isim bolğan xoşallıqdan bu hərəkətnin səbəbini bildirib gələn. Xicillikdən beşimni götürəlmədim. Bu cümledəki hərəkət bolsa götürəlmədim və şu götürəlməslikning səbəbi bolsa çıxış kelişdiki gələn isim bolğan xicillikdən. Qəzəbdən onun dişləri g'uchurlab ketdi. Bu cümledəki hərəkət bolsa g'uchurlab ketdi. Yəni şu dişləri g'uchurlab ketishning səbəbi bolsa qəzəbdən degan çıxış kelish şəklində gələn isim. 9-cu, sifət gibi qınıb halət bo'lib kelgan çıxış kelişdiki isimlar asasən selishtirishdagi tengsiz o'lchamni bildirdi. Məsələn, Ahmeddən yosh bir bola keldi. Yəni bu cümledeki Ahmeddən ibarət çıxış kelişdiki kelgan isim bu cümlede halet vazifesi kelgan və selishtirishdagi tengsiz bo'lgan bir o'lchamni bildirib kelgan. Atdan egiz, itdan past, yəni bu tepishmoqda. Çıxış kelişdiki kelgan isim bo'lgan atdan və itdan degan ikki so'z bu şu cümlede halet vazifesi kelgan və selishtirishdagi tengsiz bir o'lchamni bildirib kelgan. Yani bu yerdagi tengsiz o'lcham degan vaqtda bu yerdagi o'lchamning bir soni aniq emas degan ma'noni bildirdi. O Tursundan cho'ng,
Bu cümlede oxşayışlar Tursun'dan degan chiqish kelishdi kelgan ism bo'lsa, bu cümlede holat vazifasi kelgan ve bu yerdeki selishtiruvki tengsiz bir o'lchamni, ya'ni ma'lum bir son berilmaganligi uchun tengsiz bir o'lchamni bildirib kelgan. 10-chi chiqish kelish shaklidagi ismlarning ravishga beqinib holat bo'lib kelishi ba'zi ravishlarning ehtiyojidan bo'ladi. Masalan, shu kundan buyon, shu so'zdan keyin, tursundan burun, eshikdan neri degandek mushadiki chiqish kelishga kelgan ismlar bu oxirida bo'lgan buyon, keyin, burun, neri degandek ravishlarga beqinib holat bo'lib kelishi mushadiki ravishlarning ehtiyojidan bo'lgan. Bu saatlik dersimizin ahırı geldik. Dersimizin ahırda bu ders münasebetlik olan tüven küçük soğan sorup ötümüz. Birinci, isimnin orun geliş şekli cümlede kandak vaziyeti kelidi. İkinci, çıkış gelişinin koşumcusu neme. Çıkış gelişteki isimler cümlede kayıs vaziyeti kelidi. Bu suallarning cevabını okşayışlar YouTube videomuzun astidagi inkas kısmıga yoki Instagram hesabımızın DM kısmından uçur yazıp evesenler buludu. Undaqda keyingi saatlik dersimiz görüşelim. Görüşkice aman bulunlar. Hayır hoş.